Assalomu alaykum. Oldingi chiqishlarimizda gilos navlari haqida, O'zbekistonga kirib kelgan yangi gilos navlari va mahalliy giloslarimiz o'sha biz bilgan Valoviy sertsa haqida to'xtalib o'tdik. Bugun mana nasib qilsa gilosda ishlatiladigan klon payvandtaklar va urug' payvandtaklar haqida to'xtalamiz. Umuman O'zbekistonda 10 yildan ortdi mana yangi klon payvandtaklar kirib kelishiga biz shu paytgacha qanday payvandtaklar bilan O'zbekistonda gilos yetishtirdik. Umuman gilos bog'larimizda eng ko'p ishlatilgan payvandtaklardan va haligacha ishlatib keladigan payvandtaklardan biri bu urug'li achchiq gilos yoki vishnani payvanttagi hisoblanadi. Bu klon payvanttagi emas, urug'dan bo'lganligi uchun dalada chiqqanda asosan ko'pchilik savol beradi, klon payvandtaklar bilan urug' payvandtaklarda asosiy farqi nimada deb. Asosiy farqi, eng katta farqi bu yerda klon payvandtaklarda hamma payvandtaklarda dalada 1000 ta ko'chat eksak, 500 ta eksak hammasini bir xil o'sishida. Urug' payvandtaklarda esa 10-15% bir-biridan daraxtlarda o'sishida farq bo'ladi. Endi bu narsa nimaga olib keladi? Umuman daraxtlarda agar to'g'ri kesib, to'g'ri tarbiyalaydigan bo'lsak, shu paytgacha faqat urug' payvandtaklar ishlatilib kelingan. Endi mana zamonaviy payvandtaklar o'tayotganimizda o'sha 2010-yilda birinchi import qilinib, chetdan olib kelingan olma yoki mevali daraxtlarimiz ichida gilos daraxtlari ham bor edi. Bu narsalar 2010-yilda birinchi olma daraxtlar kirib kelgan bo'lsa, 11-yilda Serbiyadan bizga gilos payvandtaklarida Colt payvanttagida asosan gilos navlari kirib keldi. Hozirgi kunda eng ko'p mashhur bo'lib tarqalgan, Turkiyadan bizga eng ko'p kirib kelgan payvandtaklardan biri bu Maximum 14 hisoblanadi. Maximum 14 Magalevka va Mazdardni o'zaro chatishtirishdan olingan payvandtak hisoblanadi. Amerikani Oregon shtatida bu seleksiya qilingan va bizi tuproqlarda umuman Turkiyani agar tuproq sharoiti bilan moslashtirilganda, biz solishtirilganda O'zbekistonga juda ham mos keldi. Sababi ishqoriylik yuqori bo'lgan, ya'ni pH yuqori bo'lgan, tuproqlarda ohik ko'p bo'lgan yerlarda Maximum 14 barglari sarg'aymaydi. Shu sababli buni ustunligi yaxshi va o'sish tezligi ham juda yaxshi hisoblanadi. Umuman mevalarning yirikligi yaxshi hisoblanadi. Endi bundan tashqari yana bizga Gollandiyadan boshqa davlatlardan Colt payvanttagida ham gilos daraxtlari keldi. Coltning eng asosiy minus tarafi bakteriya, agrobakterium degan ildiz raki kasalligi bor. Bu juda chalinuvchan hisoblanadi. Biz olib kelgan daraxtlarda turli kasalliklarni ham ko'rdik va buni keyinchalik ekishni to'xtatdik. Bundan tashqari mana Gretsiyadan ko'p kirib kelgan payvandtaklardan biri Cab 6P payvanttagi hisoblanadi. Bu ham juda tez o'sar, hozirda juda ham kam tarqalyapti. Buni O'zbekistonda qiziqishgan. Endi yana bizni Krasnodarda, mana Rossiyada, Krasnodarda seleksiya qilingan VSL2 va LC52 degan payvandtaklari bor. Bular dunyoda Krimsk 5, VSL2 va Krimsk 6 nomi bilan chiqarilgan. Masalan, Amerikada hozir Krimsk 5-6 payvandtaklarda gilos daraxtlarini ko'chatzorlar ko'paytirishyapti. Bularda ustunliklari nima? Endi masalan, Krimsk 5 ta oladigan bo'lsak, bizda O'zbekistonda o'stirganimizda bitta minus tarafi barglarda sarg'ayishiga olib kelyapti. Ya'ni ko'chatzorda o'stirganimizda ishqoriylik baland yerlarda temir yetishmovchiligi kuzatilyapti. Krimsk 6 payvanttagini men o'zim shaxsan hali tajribam yo'q. O'zbekistonda olib kelib o'stirib yetishtirishimiz kerak. Undan keyingina tavsiya qila olamiz. Endi aytishimiz mumkin, masalan, Krasnodar, Rossiya eski bizga yaqinroq bo'lgan, genetikasi boshqa tomonlari yaqin, bizni mahalliy sharoitga to'g'ri keladi deyishimiz mumkin. Lekin Krimsk 5 mevaga kiritishi sekinroq bo'ladi. LC52 Krimsk 6 ni giloslarda mevaga kiritishi tezroq hisoblanadi. Shuning uchun O'zbekistonda mana mutaxassislar, gilos mutaxassislari Amerikadan yoki boshqa joydan kelganda Krimsk 6 payvanttagini olib kelib eksperimentlar o'tkazishni tavsiya qilishyapti. Endi undan tashqari biz mana Yevropadan kelgan Germaniyaning Gizela 6 va Gizela 5 payvandtaklarida ham daraxtlar o'stirdik. Bularda O'zbekiston sharoitiga to'g'ri kelmasligini ko'ryapmiz mana 3-4-yillarda. Gizela 6 yarim pakana payvandtak hisoblanadi, Gizela 5 pakana payvandtak hisoblanadi giloslar uchun. Intensiv qilib ekish mumkin bo'ladi. Gizela 6 ni masalan stalvasim, shpaler sistemasida ekish mumkin. Gizela 5 ni ham xuddi shu tariqa ekish mumkin. 2-yildan hosil bera oladi bular.
Gizela 5 masalan olib kelib ekkanimizda 2-yilda nishona ko'rsatgan. Gizela 6 ham 2-3-yilda mevaga kiritishi. Mevaga kirish juda ham tez. Bizni sharoitga tushmagan asosiy tarafi Germaniya salqin joy bo'lganligi uchun va Yevropaning salqin joylarida Gizela 6, Gizela 5 juda ham ko'p ishlatiladi payvandlik sifatida. Bizda yetishtirganimizda daraxtlarning o'sishi issiqdan juda ham sekin bo'lyapti va bu yilgi mevalarimizni kalibri ham kichkina bo'lib qoldi. Sababi issiqda o'sishi juda ham qiyin va o'zini changlatuvchi payvanddak ulanganligi sababli bu narsa mevalarning kalibriga, yirikligiga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qilyapti. Keyingi chiqishimizda payvanddagilar bilan mevalarni, ya'ni navlarni o'zaro moslashuvchanligi va qaysi birini bir-biriga ulab qanday yetishtirish mumkinligi haqida gaplashamiz. Shunda men to'xtalib o'taman. Mevalarni qaysi navlarini ulab o'stirish mumkin? Gizela 6 da yoki Gizela 5 da va yuqoridagi payvanddagilarda. Endi urug' payvanddagilarga to'xtaladigan bo'lsam, O'zbekistonda ko'p ishlatilib kelinadi, lekin hozirga kelib antipka deymiz yoki magalepka payvanddagi urug' payvanddagi hisoblanadi. Buni insonlarning qiziqishi juda ham kamayib ketyapti. Biz buni tavsiya ham qilmayapmiz. Sababi magalepkani o'sha tuproq drenaj sistemasi suvni pastga yaxshi ketmaydigan joylarda havo yetishmasligi natijasida ildizlarining qurishi va keyinchalik umuman payvanddagida o'lishi natijasida daraxtlar nobud bo'lyapti. Bundan tashqari yana bitta minus tomoni bor. Magalepkani 6-7-yilga borib daraxtlar drenaj yaxshi bo'lgan joyda ham qurishni boshlayapti. Buni asosiy sababi Avstraliyada ham bu ilmiy ishlar orqali isbotlangan. Navlar bilan magalepkani o'zaro nomutanosiblik yoki moslashmasligi, nesavmesimiz deydi, bir-biri bilan moslashmasligini sabab qilib ko'rsatishyapti. Mazzart degan urug' payvanddagi bor. Bu ham standart juda tez o'sar payvandliklar hisoblanadi. Bular hammasi tez o'sar hisoblanadi. Yuqoridagi mana klon payvandliklarda ham Maxima, Cold Cap, VCLlar bular tez o'sar payvandliklar hisoblanadi. Ayrimlar aytadi VCL 2 ni yarim pakana deyishadi, lekin bu tez o'sar payvandlikka kiradi. LC52 yarim pakanaga yaqinroq, bu tezroq mevaga kiritadi. Bu yarim pakana. Gizela 6-5 da aytib o'tdim. Bu pastdagi payvandliklarimiz bular tez o'sar hisoblanadi. Tez o'sarlarda ham keyingi chiqishda aytamiz, ya'ni qaysi navlar bilan tez o'sarlar ulaganda qanday natijaga erishish mumkin bo'ladi. Mazzart juda ham ko'p qo'llaniladi. Men Avstraliyada borganimda ko'rganman. Juda ko'p bog'lar mazzart payvanddagida, urug' payvanddagida yetishtiriladi. Mevalar juda ham yirik. Mevalarni yiriklashtirishga eng katta ta'sir qiladigan narsa payvanddagilarda o'sish tezligi. Payvanddagi qanchalik kuchli o'sish tezligiga ega bo'lsa, mevalarning yirikligi shunchalik yaxshi bo'ladi. Aytganimdek, Gizela 6-5 ta mevalarning mayda bo'lib qolishiga asosiy sabab bularda o'sish tezligi juda ham sekin. Bundan tashqari issiq joylarda mevani pishishi tezlashganligi uchun, ya'ni qisqa muddatda bo'lgani uchun mevalar yiriklashishiga juda ham qiyin sharoit bo'lyapti. Tez o'sar urug' payvanddaglarda o'sha mazzart payvanddagi juda ko'p Amerikada, Avstraliyada ham juda ko'p qo'llaniladi. Avstraliyada bo'lganimda mazzart payvanddagida juda ham ko'p gilos bog'larni ko'rdik. Bu yerda mevalar juda ham yirik bo'ladi mazzartda. Bu standart tez o'sar urug' payvanddak hisoblanadi. Biz O'zbekistonda yana eng ko'p tarqalayotgan payvanddaklardan biri. Hozir biz shunda ham o'stiryapmiz. Mevani kiritishi juda ham yaxshi, sekin emas, bularga o'xshab. Achchiq gilos yoki vishna deymiz. Buni payvanddagini qo'llaganimizda, masalan, Valovoy sertsadan 4-yilda yoki umuman boshqa navlardan ham 4-yilda bemalol 3-agar lider sistemasida tez mevaga kiradigan tarbiyalash tizimida qiladigan bo'lsak, bemalol 3-yildan hosil olishimiz mumkin, bo'lmasa 4-yildan boshqa tarbiyalash usullarida ham 4-yildan meva olishimiz mumkin bo'ladi achchiq gilosda. Buni qurishi, umuman qurg'oqchilikka chidamliligi ham yaxshi. Qurishi dalada deyarli kuzatilmaydi. Faqat bitta tomoni bor, o'sha pastki tomoni Gizela 5-6 ga o'xshab, pastki tomoni semirmay turadi, yuqori tarafi juda ham kattalashishi mumkin. Buni ham tavsiyalarimiz bor. Hozir bilamiz, O'zbekistonda ham fermerlar qo'llaydi va Ispaniyada bo'lganda ham bu narsani ko'rdim. Payvanddagida o'sha bitta-ikkita joydan kesib qo'yilishi keyinchalik payvanddagi kattalashishiga olib keladi. Ya'ni achchiq gilos payvanddagi kichkina bo'lib qolganda uni kesish orqali kattalashtirish mumkin. Bundan keyin yana sara gilos ham qo'llaniladi. Bu gilos eksport qiluvchi bog'bonlar, fermerlar o'rtasida ham mashhur. Ya'ni mevani yiriklashtirish bo'yicha sara gilos tez o'sganligi sababli mevalar bunda juda ham yirik bo'ladi.
Umuman olganda payvandliklarda aniq bir idealli payvandlik dunyoda yo'q. Hamma o'zini sharoitdan kelib chiqib, tuproqdan, tuproq strukturasidan, ob-havodan, mevani navidan kelib chiqib va o'zi boshqara olishi, mevaga kiritishi butun dunyoda turli tuman payvandliklar ishlatiladi. Biz aytolmaymiz, masalan, maksimum 14 eng zo'ri. Bizga masalan Turkiyadan kelib, hozir ko'p mutaxassislar bu haqda yaxshi fikrlar bildiryapti. Biz ham qarshiligimiz yo'q, yaxshi. Hozirda biz ham foydalanyapmiz. Lekin boshqa payvandliklarda ham o'stirib ko'rishimiz kerak. Biz sharoitga yanada mos bo'lgan payvandliklarda. Umuman bundan tashqari yana Magalyovkani turli tuman klon payvandliklari ham bor. Masalan, SL64 degan Santa Lucia, Pantalep degan ko'rinishi bor. Umuman yangi payvandliklar har yili chiqib kelyapti va biz olib kelib mevalarda o'zimiz sharoitda agar shularni tekshirib, navlarni tekshiradigan bo'lsak, kelajakda yaxshi payvandliklarga ega bo'lamiz degan umiddaman.